Ya example. Hamma tayyor ha? Ha. Tayyormisiz? Eshik bekitib qo'yaman derazani. Juda Hamma sovuq sovuq. ketdi. Otadik. Ko'rsataman rasmini. Bizdan boshqa Boltaboyeva. Ular konferensiyada ekan. Konferensiya ha boshladi. Bizda ham Buyuk shu. sanam. 3-kursi hozir muzikali. Ha. Hop, assalomu alaykum ustozlar. Rahmat. Demak, Qo'qon davlat universiteti san'at va sport fakulteti san'atshunoslik kafedrasi sirtqi ta'lim musiqali teatr aktyorligi yo'nalishi 3-chi bosqich talabalarining aktyorlik mahoratini 5-semestr uchun bu yerda oraliq va yakuniy desak ham bo'laveradi. Agar yakuniga qayta topshirib berasizlar deydigan bo'lsa, albatta yanvarda kelishadi. Shunaqa ekan 5 kunga kelinar ekan, hammasi shunaqa bo'lyapti. Yanvarda topshirib olinaveradi. Nima? Nima edi oti? Shol. Rasm qo'ying. Rasm qo'ying. Demak, 5-semestr uchun oraliq nazorat amaliy imtihon dasturi, demak, fan o'qituvchisi Anvarov Otabek, sahna harakati va jang o'qituvchisi Anvarov Otabek, raqs fan o'qituvchisi Gulsanam Tursunova, kafedra mudiri Umidaxon Boltaboyeva. Agar ijozat bersalaringiz boshlaymiz. Boshlaydi. Xo'p, demak, birinchi parchamiz Chingiz Aytmatovning Momoyev yeri. qissasi asosida parcha. Ishtirokchilar: Sattorov Shavkatjon, Karimova Muhayyoxon, Ochilova Kamoljon. Ochilov Kamoljon. Tayyor bo'lsanglar, marhamat. Bezovta bo'lmang xola. Haligi
To'lg'anoy. To'lg'anoy dedim. Ha, aytganda senga bir yaxshi xabarim bor. Haligi qo'shnimiz bor-ku. Nofal opa. O'shaning o'g'lidan maktub kelibdi. Nofal opani xursandchiligini ko'rib, men ham ich-ichimdan xursand bo'lib ketdim. Nasıl bo'lsa, bizlarning farzandlarimizdan ham yaxshi xabar kelib qolar. Nima deding, To'lg'anoy? To'lg'anoy? Senga nima bo'ldi? Eshitdingmi? To'lg'anoy dedi. Onasi? Tushunarli. Farzandlarimizni o'ylab, qayg'urib o'tiribsan shekilli. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, onasi. O'ylama. Mana men aytdi dersan. Onasi. Bu qo'lingdagi nima? Menga bera qol. Onasi. Bera qol. Tezda yetib kelmasangiz, qonunga muvofiq javobgarlikka tortilasiz. Hammasi tushunarli. Menga ham navbat yetib kelibdi-da. Nima bo'lar ekan? Yana qaytib diydor ko'rishish nasib etarmikan? Yo'qmi? Ehtimol butunlay vidolasharmiz bugun. Agar shunday bo'lsa, qo'limizdan nima ham kelardi? Shuncha yil mehr oqibatda umr kechirdik. Agar o'rtada biror bir gap o'tgan bo'lsa, bir-birimizni kechiraylik, To'lg'anoy. Tag'in kim bilsin, nima yozilgan bu peshonamizga. To'lg'anoy, sen hammasini hozir yig'lab ol, hech kim yo'qda. Keyin ko'z yoshlaringni hech kim ko'rmasin. Endi sen oila boshlig'in emas, mening o'rnimga birgadir ham bo'lib qolishing kerak. Birgadirlikni boshim bo'laman, Suvon. Eshitishni ham xohlamayman. Nima desang ham baribir. Erkakchasiga belni bog'lashing, birgadirlik otiga minishing kerak bo'lib qoldi. Axir yerni, suvni odamlarimizda sendan yaxshi biladigani yo'q. Ertadan ishni qo'lingga olasan. Bahorga tayyorgarlikni boshlaysan. Ot-ulovlarga dam ber. Puluk, mola, aravalarni remontga qo'yasan. Ayniqsa keksalarni, yosh bolali onalarni yodingdan chiqar. To'lg'anoy, Suvonkul, o'zingni gap. Suvonkul, Endi Suvonkul. alvido To'lg'anoy.
Subhanqul. Alvida Tolbonim. Subhanqul. To'lg'anoy, alvido. Rahmat. O nima mamaga ikkinchisi mana nima ekan ochiq. Ustoz kiram. Ha, sinfdoshlar. Boshqaring. Boshlavering mayli. Xo'p, demak, keyingisi G'olibjon Ro'ziboyev sinfdoshlar asari asosida fanga ishtirok etuvchilar Mo'minov Azbek, Yunusova Mahliyo, Meliqo'ziyev Rustamjon. Tayyor bo'lsak boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Onasi. Nima bu? Kelgandan Qaynoqgina choy damlab chiqing. Birgalashib ichamiz. choyini qo'y. Tuzukroq bir. Yo'qmi bir chiroyli bir ko'rish bir yerda? Qanday bu? Hozir dadasi, hozir. Assalomu alaykum dadajon. Ya? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, to'ybola. Qayerdan kelyapsiz? Qayerdan bo'ladi? Universitetdan. Yana universitet, yana o'qish. O'qib olim bo'larding ya, shu universitet. Yig'ishda universitetda. Bizneslar, chet elga chiq. Pul topib, jara bizga ham jo'nab, biz ham bir mahallada bir mashinalar minib yuraylik bu. Nima bu? O'qish. Nima bo'lardi u? Axir men o'qishni bitirib, injener bo'lmoqchiman, dada. Nima? Injener bo'lmoqchiman. Kallavaram bola. Hozir injenerlarga ish bormi? Qancha topardi shu injenerlarga? Bo'ldi, yig'ishdi. Chet elga chiq, chet elga bor. Pul top, pul. Tushunmaysan da sen kallavaram mana. Bunaqa deysiz, dadajon. Ishla deysiz. Ishlab topib kelgan pullarimni ichkilikka sarflab yuboryapsiz-ku. O'rtoqlarimning ota-onasi doim ularni qo'llab-quvvatlaydi. Ularni o'qishiga har doim sharoit yaratib beradi. Siz nima qilib berdingiz? Yo'q bola. O'zingga qarab gapir. Dadasi. Jara o'zing. Nima deyapti buni? Bu kishi o'zlaridan o'zlari paydo bo'lib qolganlarmi? Rahmat dadajon. Yo boqmadim misollarni, yaramas. Rahmat. 7 yoshimgacha boqib katta qilib qo'ydingiz. Undan keyin esa o'zimni o'zim eplab kelmoqdaman. O'g'lim, tez qo'llaring yo'q. Osh damlaganman. Hozir suzib kelaman. Sen qo'llaringni sen zahri mahringga ye. Topganimni yeb bitirding go'zallar. O'sha sanichi. Bas qilinglar. Oyijon. Oyijon. Men nima qilay? O'zimni o'ldiraymi?
ayting o'zimni o'ldiraymi oyijon? Otamning ahvoli mana shu bo'lsa. Har kuni ichib kelsa. Axir esingizdan chiqdimi? Shu ichkilik guldek ukamning umriga zavol bo'ldi-ku. Alloh sabr bersin bolam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Baland uylar qurasan. Injener ham bo'lasan. Mashina, chiroyli ishlaring bo'ladi, jon bo'ladi. Faqat otangga qattiq gapirma. Axir u seni otang, jon bolam. Meni kechiring. Men ozgina qizishib ketdim. Oyijon, iltimos meni kechiring. Meni kechiring oyijon. Otangdan kechirim so'ra, jon bolam. Otajon, meni kechiring. Iltimos meni kechiring. Men qizishib ketdim. Otajon, endi ichmang, iltimos, otajon. Yo'q bolam. Men sizlarni emas. Aksincha sizlar meni kechiringlar. Men bo'ldi. Bugundan boshlab ichmayman. Otajon. Bolam. Rahmat. Ya o'sha aroq qo'shib keladi. Mayli shuni taqdim. Hop. Keyingi parchamiz demak Abdulla Qahhor Anor hikoyasidan parcha. Ishtirok etuvchilar Ochilov Kamoljon, Shavkatova Go'zaloy. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz, marhamat. Nechida boshladi? Hammasini yechib bo'lish kerak edi, bilasan. Keldingizmi? Va alaykum assalom. Bera qoling endi. Ha. Oda qoling. Nima bu? Asal. Axir men Anor degandim-ku. Asalni ham foydasi bor deyishadi. Bir yeb ko'r, juda ham shirin. Yo'q, yemayman. Hey.
endi haligi shoshganimdan tutunim ham yirtilib qolibdi-da. Shuni ildirib ber. Saligincha chiqaring. Men nima qilay? Axir u shuni so'rasa men nima qilay? Begim. Ko'zingizni oching, begim. Sizga nima bo'ldi, begim? Begim. Begim. Rahmat. Keyingisi marhamat. Yavaş. Demek, keyingisi O'tkir Hoshimovning ikki eshik orasi romanidan parcha. İştirak etuvchilar: Xudoyberdiyeva Muxlisaxon, Anvarova Ziroatxon. Xo'p, marhamat. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Tinchlikmi? Ketyapman, oyi. Qayoqqa ketyapsan? Muzaffarning yoniga. Men kecha shuncha gapni qayerga gapirdim? Oyi, axir nega tushunmaysiz? Men Muzaffarni yaxshi ko'raman. Sharmanda bo'lamiz-ku, axir. Nimalar deyapsan? Bizni o'ylayapsanmi hech? Oyi, nega tushunmaysiz? Men Muzaffarni yaxshi ko'raman deb sizga necha marotaba aytdim. Odamlar nima deydi? Qo'ysangizchi, oyi, odamlar, qachongacha odamlarning gapi bilan yashamoqchisiz? Odamlar har doim gapirishgan. Bundan
bo'lgandan keyin ham gapirishadi. Jon oyijon, qizingizga ruxsat bering. Mana ko'rasiz, men albatta baxtli bo'laman. Dadamga aytsangiz ruxsat berarmidan? Oyijon, iltimos, ruxsat bering, dadamni ko'tarib bering. Muzaffarni yaxshi ko'raman, u ham meni yaxshi ko'rsin. Janonalikka farzandlarim Uchir! Tarbiyasiz, uchir! Jon qizim. To'g'ri tushun jon bolam. Axir biz seni shu umidlarda katta qildikmi? Odamlar nima deydi? Biz hushingga yig'ib bor jon bolam. Bizni to'g'ri tushun. Jon bolam. siz qanaqa onasiz, a? Nega baxtimga to'sqinlik qilaverasiz, oyi? Nimaga meni baxtimni ko'ra olmaysiz? O'z farzandingizni baxtini ko'ra olmaydigan qanaqa onasiz? Nima sabab borki menga to'sqinlik qilyapsiz, oyi? Nega? Nega, oyi? Nimaga to'sqinlik qilyapsiz? Gapiring. Senga haqiqat kerakmi? Kerak. Bo'lmasa eshit. Muzaffarni chaqaloqlik paytida onasi chirillatib tashlab ketganda, men uni mana shu ko'kraklarim bilan emzib katta qilganman. Tushunyapsanmi? U seni akang bo'ladi. Qanday qilib inson o'z akasiga turishga chiqishi mumkin? Siz nima deyapsiz, oyi? Ha, bolam. Bu haqiqat. Meni olib qolish uchun mana shu yolg'onlarni to'g'ri chiqardingizmi? Yo'q, jon qizim. Qanaqa onasiz, a? O'z qizini baxtini ko'ra olmaydigan, o'z qizini baxtiga to'sqinlik qiladigan, o'z qizini yo'lini to'sadigan qanaqa onasiz? Meni siz ham, otam ham hech qachon to'xtatib qola olmaydi. Baribir ketaman. Pasportimni bering. Ketasan, a? Ketaman. Yaxshi. Mana pasport. Bering. Bu pasport seniki ham, uniki ham bo'lmaydi. Men bu pasportga o't qo'yaman, eshityapsanmi? Nima qilyapsiz? Baribir o'shan oldiga ketasan, a? Qiz boqqandan ko'ra it boqsam bo'lmasmidi? Yo'qol. Yo'qol, ko'zimga qaytib ko'rinma. Oyijon, kechiring. Jon oyijon, kechira qoling. Men ahmoq qizingizni kechiring, oyi. Qizim, Sizni juda ham yaxshi ko'raman, jon oyijon. Kechira qoling, oyijon, iltimos. Kechiring, oyi. to'xta. To'xta dedim senga, to'xta. Rahmat. Keyingisi demak Erkin Vohidovning ikkinchi tumor tragikomediyasidan parcha. Ishtirok etuvchilar: Yunusov Jamshid, Meli Qo'ziyev Rustamjon, Ro'zmatova Sadoqatxon hamda Ergashev Mahkamboy.
Tayyor bo'lsa, marhamat. Ishlaring o'rtoqlar. Ishlaring. Majlis qarorini ovozga qo'yaman. Hozir qaror o'qib eshittirilsin deganlar bitta qo'l ko'tarsin. Qo'l ko'tarsin. Qarshiliklar yo'q. Betaraflar yo'q. Hamma bir ovozdan rozi. Qaror qabul qilindi. Stop. Matmusa Jalilovich. Sizga qanday tushuntirish kerak a? Qanday odamsiz siz a? Birinchidan, majlis qarori emas. Ikkinchidan, ovozlar deganda qo'l mana bu yerda emas. Mana bundoq turadi. Jonimdan o'ldirdingiz. Qanday odamsiz? O'ldingmi o'zi? Xo'p. Siz rahbarsiz. Rahbarlikni o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Qoida bor, qoida. Tushundingizmi? Qoida. Aka, bo'ldi qiling endi. Ertalabdan beri tuz tortganlaring yo'q. Biroz tamaddi qilib olinglar. Vaqt yo'q, vaqt. Biz shug'ullanyapmiz. Bizga xalal berma. Ovqat sovib qoladi. Bizga xalal berma dedim. Mayli, men o'qishga ketaman. Bunday emas. Hammasini boshqatdan boshlaymiz. Hammasini boshqatdan dedim. Xo'sh. Mana bu yerda stol ustiga qanday qilib turish, savol berganda qanday qilib chalg'itish, bularni o'tdik. Yurish, da voqe. Matmusa Jalilovich. Yurishni o'rganamiz, yurishni. Rahbarlardek salobat bilan. Qanday edi qaytaramiz. To'xtang. Boshla. Matmusa Jalilovich. Unday emas. Xo'p. Qandoq ko'rsatgan? Xo'p. Boshidan. Qani kim? Yaxshi. Shuni qorinni chiqaring, qorinni. Qorinni chiqaring. Aka, qorinda hech vaqo yo'q-ku. Nega? Qorin ochdi, tanaffus qilaylik. Darvoqe, ha? Suyqimaliga. Demak, ovqatlanamiz. Tanaffus e'lon qilinadi. Matmusa Jalilovich. Bundoq emas. Xo'p. Rahbar stolga qanday o'tirish kerak? Mana bu yaxshi. Marhamat. Qani marhamat oling. Matmusa Jalilovich. Xo'p. Qarda. Yo'q. Kiring. Yet. Assalomu alaykum. Mahmudiy. Va alaykum assalom do'stim. Odiljon, xush kelibsan. Kel do'stim. Keldik. Qanday? Mehmon bormi? Bu kishi mehmon emas. Bu kishi bilasanmi kim? Bu kishi kombinatimiz direktori. Matmusa Jalilovich bo'ladilar. Matmusa Jalilovich. Tanishing, bu mening do'stim Odiljon. O'zi muxbir. Tanishinglar. Tanishganimdan mamnunman. Men ham mamnunman. Mamnunman. Marhamat. Qani o'tiring. Odiljon, o'tir do'stim, o'tir. Men hozir. Yo'q. Hasan kelib qolibsan-ku, Marhamat. Mahmudiy. Do'stim, bir narsa aytaymi sizlarga? Men qitay g'oliban. Faqat senga bir topshiriq, mana shuni o'zing qo'lingga olgansan. Meni qo'limda. Albatta.
Hop bo'ladi, hop bo'ladi. Qani. Marhamat, marhamat. Shunaqa denglar. Bu Mahmusa Jalilovich zo'r odam. Mahmusa Jalilovich deyapsiz. Bular o'zi qayerdan bo'ladi? Boqardan. Al-Jabri. Al-Jabri, yangi nomi Al-Jabri. Ha. Al-Jabri. Qani, Mahmudiy. Bitta olaylik. Keyin suhbat davom ettiramiz. Qani, Mahmusa Jalilovich. Bularda Albatta. Mahmudiy. Olamiz. Qani, Yaxshi. Kelsan. o'tkir ekan bu. Sendan Shuningizdan bitta odam. Endi ular gaplashib tanishib turinglar. Men hozir Otajonga ovqat suzib kelay. Ovqat shart emas. Do'stim. Xijolat bo'lma. Yo'q, faqat ranjimaysanda bu ro'zg'oram o'zimizga qolganda. Sizlar bexijolat, men shu yerda hozir. Olamiz. Mahmusa Jalilovich. Meni bir narsa qiziqtiryapti-da. Mana siz hozir mahallangizni nomini Al-Jabri. Al-Jabri. Yo'q, eski nomini nima dedingiz? Haligi itmi? Qanaqa? Ha, itboqar. Qani? Itboqar. Vo. Oling. Itboqar. Menimcha bu sizni mahallangizda bir qanaqa bir yovvoyi itlar boqilgan bo'lsa kerak-a? Esimga tushdi. Men ham yoshligimda it boqqanman. Qoplon edi ismi. Shu desiz bir kun mahallamizga Chimkent tomondan bir itvoz kelib qoldi. Kimni iti zo'r, bormi urushtiradigan dedi. Yo'g'on ovozda. Oy, meni itim bor. Qoplonim oldiga borib, ana bu itga nima deysan desam, qoplonim tekinga yerdida, uni menga qo'yib bering dedi. Ammo itni ko'rsiz, eshakdek keladi. Yo'q, biray. Eshakdek keladi. Bir payt qoplonimga olma dedim. Qoplonim haliginga borib, shundoq tashlandi-da. Mahmusa Jalilovich. Bo'ynidan g'at cho'pib, mana bu yoqqa! Mana bu yoqqa! Bu yoqqa! Mahmusa Jalilovich. Uloqtirib oldi. Oshirib olyapsiz lekin. Mahmusa Jalilovich. Bir payt anavi itvoz yaramas. Juda rostlamoqchi. Voy, nomard! Qayoqqa ketyapsan? Bu yoqqa kel! O'zingizni bosing. Sen bilan nimaga va'da qildik? Pulimni ber. Bo'lmasa, qulog'ingni tagida sho'rva qaynataman. Mahmusa Jalilovich. Pulimni berasanmi yo'qmi? Ha? Ber deyapman. Mahmusa Jalilovich o'zingiz. Mahmusa Jalilovich. Sizni telefonga so'rashyapti narigi xonada. Do'stim, Odiljon. Hammasi yaxshi. Xafa bo'lmaysan do'stim. Yo'q. Mahmusa Jalilovich o'zi juda yaxshi odam. Juda ham yaxshi inson ekan. Menga juda ham yoqdi. Muomalasi juda ham zo'r. Yaxshigina direktor ekan. Lekin Mahmudiy, Do'stim. Yo'q. Hamma ovqat tayyorlab. Boshqa sana Odiljon. ko'rishamiz, gaplashamiz. Odiljon, do'stim. Yaxshi qoling. Nima? Ko'rishamiz, gaplashamiz. Qanday gap bo'ldi? Ko'rishamiz, gaplashamiz. Mahmusa Jalilovich. Mahmusa.
Bu nima qilganingiz, ha? Axir o'ziz aytgandingiz-ku, Meni shuncha yillik tajribalarimni havoga uchirdingiz-ku, ha? Butun institut oldida men sharmanda bo'ldim-ku, ha? Uzr. Nima qilish kerak, ha? Nimaga bu? Uzr. Qaytarilmaydi boshqa. Nimasi qaytarilmaydi? Uzr, meni kechiring. Kechirim so'ramang. So'ramang kechirim. Men to'ydim. Bo'ldi. Bundan buyoq men qaytib ishlay olmayman siz bilan. Aka, Yo'q, bo'ldi. aka. Kechiring meni. Keting. Keting bo'ldi. Yo'q. Jon aka, Men ishlay kechiring. olmayman. Bu ahvolimda hozir qayerga ketaman men? Men bor uzr. Jon aka, hamma aytgan shartlaringizga roziman. Mendan uzr so'ramang. Kechiring meni aka. Xatoligingizni qiling, boring. Sizdan rahbar chiqmaydi. Axir qandoq boraman? Qo'llarim ham oqarib qolgan. Uzr aka. Qaytarilmaydi boshqa. Qaytarilmaydi. Kechira qoling aka. Siz o'ylayapsizmi? Nimalar bo'lyapti? Olamga qarab. Mahmusa Jalilov. Siz nima yo'qotyapsiz, ha? Men butun institut oldida sharmanda bo'lyapman. Shuncha yillik o'tkazgan tajribalarimni yo'qotyapman. Sizchi? Juda yo'qotsangiz bu mahmusaligingizni yo'qotdingiz. Mana bu bo'yindagi tirni yo'qotdingiz. Odam ham shunday bo'ladimi, ha? Kechiring aka. Siz bilan barini boshqatdan boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Hammasi boshidan bo'ladi. Har bitta mashg'ulotlarni qaytaramiz. Xo'p. Qani, yoting. Ko'zlaringizni yumib yoting. Mahbuslaringizni unuting. Hayollaringizni chalg'itmang. Faraz qiling. Siz katta bir tashkilotning rahbarisiz. Rahmat. Xo'p, keyingisi Quvondiq Shangitboyev Jon qizlar musiqali dramasidan parcha. Demak, ishtirok etuvchilar Xudoyberdiyev va Muxlisaxon, Karimjonov, Jahongir. Ochig'ini aytaman, mana shu parchani ishlashga juda ham vaqtim bo'lmadi. Lekin buni bugun ishlab, Xudo xohlasa ertaga yana bir chaqiraman, bu parchani alohida ko'rsatamiz, lekin omaki nusxasini ko'rib olasizlar endi vaqt shu nuqtai nazardan. Jarayon ketayotgan. Shu parchaga vaqtim bo'lmadi ochiq. Bo'shatinglar saqlanib. Biror ichida 6-8 marta dars shuncha narsani qisqartirib gapirdik. Marhamat. Gapiraman. Chiroyli narsalarni nusxa cho'zilishi kerak juda ko'p. Aslu, shoshmang. To'xtasangizchi. Goh sizga qarayman, goh suratga qarayman. Qarab hayron bo'laman. Suratimni ko'rib, o'zimdan ko'nglingiz to'lmagan bo'lsa nachora, yoqmadim shekilli, keta qolay. Yo'q, yoqmadingiz demadim. O'sha to'lmadim-da. Ha endi bosmaxonadagilarning hammasi ham sizga o'xshagan rassom emas-ku, og'a. Siz mening rassom ekanligimni qayerdan bildingiz? Axir asarlarimni ko'rganingiz yo'q-ku hali. Nega bilmas ekanman? Axir bultur Olmaotada bo'lib o'tgan rasmlar galereyasida bo'lganman. Siz chizgan natyurmortlar, olma, uzum, anor, qo'lim bilan ishlab olay deganman-a. Tajub. Yana bir ta'jiblanadigan tomoni shundaki, qancha qidirsam ham sizning natyurmortlaringizdan boshqa asarlaringizni topa olmadim-da. Shuning uchun ham bu yerga keldim-da, Oysulu. Qishloq qanday yaxshi, hamma narsa yangi, hamma narsa qiziq. To'g'risi, qishlog'ingizga ishim tushib qoldi. Qishlog'ingizga deng. Meni vaqtim oz edi, og'a, keta qolay. Shoshmasangizchi, Oysulu.
meni izlab keldingizmi desam, qidirib kelganingiz bitta qishloq ekan-ku, topganga o'xshaysiz. Xayr, og'a. Sulton, sulton. Qiz bolaga ham shunday so'zlarni aytarkanmi? Baxtingni topding. Endi qo'ldan boy ber. Oysulu. Rahmat. Bugungi demak dasturimizdan o'rin olgan parchalarimiz sahna ko'rishlarimiz shulardan iborat. Talabalar marhamat, chiqdik. Marhamat, hamma chiqsin. Ishtirokchilar. Chiqing. Qolganlar. Ustozlar, takliflar. Otabek, rahmat. Bir oyda ichida shunchalik butun katta dramaturg asarlardan siz hammasi bir-biridan chiroyli, kuchli asarlar. Lekin bolalarimizni mana qizlarni, yigitlarimizni anchagina aktyorlik mahoratiga kattagina mehnatingiz sinibdi. Holat, his qilish, qabul qilish masalalarni bir-biri bilan отношение bo'layotgan muomalalarni chiroyli yetkazib berishga harakat qilibdi. Yaxshi asarlar. Endi diplomli spektaklga xohlagan narsalarni olishga bor ekan aktyorlarimizni, lekin chiroyli Anor, mana bu nimani Tumorni olsanglar diplomli, men endi shu aktyor bolalarimizdan ko'rdim. Rahmat, mehnatlari anchagina mehnat qilgansiz. Faqat bir narsa shoshilmanglar. Bir, ikkinchidan o'sha bir insonga boshqa odam gapirayotganda o'sha gapni hazm qilib qabul qilib olishlarda tayyor turibdi-da, o'sha narsani ichingizda hazm qilib javob qaytarish kerak. Lekin bu zritelga qarab aksanga berish, o'sha holatni tushuntirib berishda ozgina qiynalib shoshilib qolyapsizlar. Lekin ko'pchilik teatrda ishlaydi sizlarda. Sohalar boshqa ko'pchilik esimdan chiqib qoldi, lekin yomon emas, mehnatingiz ancha bor. Ishlasa mana bu oxirgisini Tumormida shuni iloji bo'lsa qisqartirsangiz juda cho'zilib ketgan. Boshqa asarlaringiz ham ozgina joylarida ko'paytirib yuborgansiz, qisqartirib nima qilib bersangiz bo'lar ekan. Boshida juda chiroyli ketdi, yetarli. O'sha boshida bergan nimangizni, motivatsiyalaringiz yetib, o'sha joyda qaysi bir joydadir aroqqachami, shu aroqni birinchi olib kirishdami yig'ishtirsa bo'lar ekan. Shunaqa ichib qaytarish ko'p bo'lib qoldi. Rahmat sizlarga, bir oyda ichida shunchalik ishlabsizlar. Salomat bo'linglar. Yana ustozinglar anchagina mehnat qilib qo'yibdilar. Rahmat, sog' bo'linglar. Ustalarda Mana juda xursand bo'ldim. Shu ozgina vaqt ichida shu darajaga keltiryaptilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi atroflarda yaxshi. Hozir haqiqatan cho'zilib ketibdi. Rahbarlar nimasi? ikkinchi tumor. Juda cho'zilib ketdi. Tumor erkin vahodetga. Endi muxlisalarniki hali yangi ekan, lekin oz bo'lsa ham ko'rinib turibdi. Hammalarni tabriklayman. Ozgina vaqt ichida bunaqa qiyin darrov bunday yopishtirib olish. Hammalarni tabriklayman. Menga yoqdi masalan. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Menda bitta taklif bor. Mana shu ikkinchi tumorda 4-kursda bir diplom spektakl qilsalaring bo'ladi. Qahramonlari bor ekan. Bor ekan. Ko'rinib turibdi-da, shuning mana shu bolalarni o'zi bilan olib spektakl qilsalaring juda chiroyli narsa bo'ladi. Qahramonlari bor, juda yaxshi. Nimadir topganda bolalar, nimasidir bor, obrazi bor, juda yaxshi. Tak, Quvondiq Shangitbayev jon qizlarda endi jon qizlarni ishlash kerak. U bola chiqib ketib qolyapti sahnada.
hali bilmaydi nimaligini. O'zi u Kulishni. rassom o'zi rasm qizlarni, hamma qizlar rasmni o'zi chizadi-da u. O'zi chizib, o'zi yaxshi ko'rib qoladi. U har bitta qizni o'zi chizib, bolalar bitta ko'rib, almashib bittasiga xol qo'yadi, bittasi qoshini tepaga qiladi. 3 ta qiz shu bor qizlarni chizadi, ular o'sha fermaga borib yigitlar qizlarni qidirib ketib qoladi. Qozoq, qirg'iz nimalarda asari, qirg'izlarda asari. Shuni ko'rish kerak. Endi shoshibsizlarda bungacha. Ha? Muxlisa o'ynaganda Jon qizlar. Xo'p, ikki eshik orasini juda yoshartirib yuboribsizlar. Muxlisa bilan Ziroatxon. Juda yosharib ketgan, juda shoshilyapsizlar. Ha, qabul qilishlar, ketdim, ketaman. U onasiga Muzaffarni oldiga ketaman deb aytmaydi-da. Ketaman dedi. Hech qachon o'sha oldiga boraman, men uni sevaman demaydi. Lekin ketaman deb onasi biladi shu nimaga ketayotganligini. O'tkir Hoshimov ataylab Muzaffarni og'ziga oldirmagan, gapirtirmagan shu qizga. Tushunyapsizmi? Shuni inobatga oling ikki eshik orasida. Pasport bilan talashishlar, onasini yiqitib yuborishlar. Endi nima deydi? Bu otasidan keyin boqib olganda bu qizni. O yoshi katta bo'lganda tuqqan bu qizni. Anor oxirigacha ko'ra olmadim. Shavkat nima bo'ldi oxiri? Shavkat nima qildi oxiri? O'ldimi? Anor keldi-yu. O'ldirdik. Jamol o'g'irlab kelayotganda yaralangan. Otib qo'yadim kimdir. Bo'pti. Ko'ringlar, to'g'rilaylar, endi juda haligi emas, juda bir dabdala qilib oladigan darajada emas. Yaxshi ishlagansizlar, harakat qilgansizlar. Anorga ham. O'sha boshidayoq kiyimini mixga ilganda, ko'ylagini tortganda yirtilib ketadi. O'shandan o'zi ko'ngilsizlik boshlanadi-da. Endi bu yerda bu qizning qo'liga igna kirib ketyapti. Ozgina hazm qilsa, shuni keyin kirib kelsa ham bo'laveradi. Orqa-marqa bo'lib ketdi hammasi. Ha? Sinfdoshlarni men tushunmadim. Tolibjon Ro'ziboyev, Meliko'ziyev, Rustam, ha. Mo'minov Azizbeklar o'ynagan-a. Rustam bir xilda ikkala rolda, nariginda ham bunda ham. Sal ajrating, ha? Ikkalasini, bu otamidan u keyin shevalarga ham qaranglar. Kimdir men deyapti, kimdir sen deyapti, kim men deyapti. Yoki menga o'taylik hammamiz yoki menga o'taylik. Hamma o'zining shevasida gapirsa ham bo'lmaydi. Momoyor juda yaxshi asar, juda ham mazza qilib o'qiganman, juda ham sevaman Momoyor asarini. Ha, Shavkat. Yaxshi asar ekan. Buni ham kengaytirib olsalaring bo'ladi. Sizlarga to'g'ri kelgan. Sizlarga tushgan ozgina qizimizda yana ham ehtiroslarini, yana ham nimalarni yetkazib bera olsa, shu nimada turibsiz, lekin nima dedi? Nima qilishni bilmayapsiz-da. Yo yig'lamaymi, yoki yig'lang yoki yig'lamang. Qaysi birini tanlashni o'ylab turibsiz-da, shu boshingizda shu narsa aylanyapti. Nima qilishni bilmayapsiz. Nima qilish kerak? Nima qiladi bu? Ketyapti mana o'zi. Qamoqqa ketyapti, ha? Urushga ketyapti. Nima qilaman deyapti. U yoqda nima bo'ladi deyapti. Shunga bir yana ham asarda o'qib chiqinglar. Yana ham ko'rib chiqinglar. Bu asarni ham olsalaring bo'lar ekan. Demoqchiman. Urushga ketayotgan vaqtni olgan ekansizlar. Ishlasaring bo'ladi. Juda yaxshi kollektiv bo'lgansizlar. Xursand bo'ldim ko'rib sizlarni yana bir bora. Ishlaringga omad. Xo'p, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar ustozlar. Sizlarga ham rahmat katta. Mana shunday ketinglar, mana shunday bo'linglar. Zo'r. Rahmat Otabek. Sog' Senga ham rahmat. Bor. Ana qiz iflos degan joyi bormi?
endi o'zlariga aytasizlar. Marg'ilon darsini boshlab. Janoblar, sizlarni hammangizni tabriklayman.